Mana bolalar $50,000 ham qildik. Sizlarning roziliginglar bilan men $10,000 qarzimga olib qo'ydim. Mana $5,000 joyiga qo'yib qo'yasan. Olgan pulimiz. Va biz boy akadan $20,000 olganmiz. Mana bu 5,000 foizi. bizda $10,000 qolyapti. Sen de tura qolsin Rahmatjon. Bu pulni ertaga ko'taramiz. Domla, balki bo'ldiqlarmiz. Problemamiz yo'q. To'xtatsak bo'lardi. Nima? Sala butun hayotingdagi maqsading $10,000 mi? Yana adashib, yutqizib, momolaga kirib ketmaylik domla. Yaxshi bu pullarni bir yaxshiroq narsalarga tiksak bo'lardi. O'zimiz ishlab chiqaradigan qanaqadir joy ochsak bo'lardi. Halol narsalarga tiksak bo'lardi. Короче, 1 million qilmaguncha to'xtamaymiz. Menga lekin $100,000 ham yetardi yashashimga. Domla qo'ysangizchi, siz koeffitsiyentlarni zo'r hisoblang bo'ldi. Mana ozgina ishim bor, bitiraman. Ertaga ko'rishamiz, shunaqayin ko'taramiz, ko'rasiz. Bekor qilasizlar-da. Kecha kofega nima qo'shuvding? Shakar? Shakar qimor tutmasa kerak. Bu endi boshqacha shakarda-yu, o'zimga o'xshagan, shirin. Menga o'shandan kerak. To'p berishim mumkin, xohlasangiz agar. No, lekin hozir menda pul yo'q-da. $500 etsa kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Rahmatjon qani kelishgandik-ku, oyisini ko'rgani kelamiz-da. Yurgandirda o'sha dugonasi bilan. Qo'ysang-chi, o'zing ham yo'dimasding-ku unaqa dugonaga. Hozir payti emas-da. Rahmatjonga aytinglar kelsin. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Nimadir kerak bo'lsa yetarsiz. Ma, sovuq qotib qolmay ana. Спасибо. Mana shunda magazinga o'tib keldik. Ketdik, men ham boraman. Нет, men o'zim boraman, женский narsalar. Nima bo'ldi? Kim edi ular? Nimaga urishyapsiz? Bilmayman, urganim mayli. Pul olib ketishdi. Gap yo'q. Bu bolani ham o'mimga tushirdi. Men seni o'ylang. Shuni qishlarga chaqirib tur. Bu hali boshlanishi. Sen nima kelmading? Kelishgandik-ku, oying bilan ko'rishamiz deb. Yaxshi ham sanoyingda, men emas. Buni qo'yinglar, pulni o'g'irlab ketishdi. Ana, yana problema. Yo'q. Sen yana yutqizib qo'ygansan. O'shaning uchun ham bahona qilyapsan hozir. Yuzimni ko'rmayapsizmi? Nima, sen pulni ko'rsatib yurmading, sendan borligini bilishdi. Hammasi juda tez bo'ldi. Xuddi har doim meni kuzatib yurgandek olib ketdi. Bir o'zingmiding? Yo'q, Kamilam bor edi. Shunda kamaga tegishmaganda, to'g'rimi? Magazinga kirib ketuvdi. Yuzini ko'rmadingmi? Yo'q. Bo'pti. O'zim surishtirib ko'raman. Hozir shunda pulimiz yo'q, to'g'rimi? Tikishga. 25,000 bor. Yo, u qarzimiz. Uni qaytarishimiz kerak. Qaytarishimiz kerak uni. Hali vaqt bor-ku. Nima yoki koeffitsiyentlaringizga ishonmayapsizmi? Bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi, boshladik. Xo'p. Mana bu 10 koeffitsiyentli. Pulni hammasini tik bor. O'xshash 99%. Yaxshi. Anu Real, u Barsa, Manchester United. Bu o'zimizning bola. Abduqodir, Manchester City. O'xshayda qarab turgan. Tikdim. Yaxshi. Endi o'yinlarni joyga borib ko'rishimiz kerak. Xo'pmi? Ketdik.
Yaxshi. Bunisi o'tdi. Bunisi ham o'tdi. Yaxshi. Oxirgisi? Короче, 250 ming dollar bor cho'ntakda. Muomala qil уже. Da. Bo'ldi, ketdingmi? Da, ketdi. Hali yana bitta o'yin bor. Yo'q, men qilgan kuponlarning ichidagi hamma o'yinlar tugadi. Bo'ldi, tamom. Bo'lganda bittasiga tikib qo'ygandim. Zo'r koeffitsient. Tomin joydami? 10 koeffitsient 250 ming dollar haqida gap ketyapti. Mana shuni 500 ming bo'lishini xohladim. Sani mana shu o'z oshimchaliging bor-ku, bir kun boshingni yeydi, o'ldiradi seni. Agar meni o'ldirmasa. Bo'pti, ushmanglar. Qaysinga tikuvding o'yinga? Oyog'iga to'g'rilab oldi, Pochettinoga chiroyli Bo'lmasdan. endi esa Mbappe! Mbappe! Super gol! 250 ming dollar. 250 ming dollar yutganding. Sen o'zingchi qilgan ishingni deb hozir. Pulimiz ham yo'q endi. 25 ming qarz berish kerak ertaga. Bo'lmasa sizni o'ldiradi. Kutadigan odam emas u. Domla. Uyingizni soting. Hech qachon. Agar yutqisi, oilang nima ko'chada qoladimi? Hozir. Alo. Qo'shni shu uyni bekor sotdingiz-da. Lekin menga sotib to'g'ri qildingiz. Baribir qo'shni qo'shnini tushunadi, boshqa qiladi. Men kelishganimizda mana qolgani. O'zi 100 ming dollar nimaga zaril bo'lib qoladi? Ozgina ishlarim bor edi, o'shani bitirib olaman. Qachon chiqib ketasizlar? Ha, o'sha aytganimda oilam ko'chada qolmasin. 15 kuncha turibsiz. Bexijolat qo'shni. Bir hafta vaqt chiqib ketinglar faqat. Alo. Yaxshimisan? Yaxshi, Prosta bilan gaplashishim keldi. hammasi joyidami? Menimcha endi bu yog'iga hech qaysi joyda bo'lmasa kerak. Qattasiz. Alo. Yaxshimisiz? Xos. Gapim bor sizda. Telefonda gaplashaman, ko'rmayapsanmi? Men homiladorman. Hozir qoraman. Nima deyapsan? Tomin joydami sani? Menga 50 ming dollar kerak. Ey, shantajingni boshqasiga qilasan, menga emas. Agar 50 ming dollar bermasang, shantaj nimaligini ko'rasan. Katta koeffitsient ham shart emas. 3 koeffitsient qilsam yetadi. Xo'p. Bu, mana 3 koeffitsient bo'ldi. Men sizlarni necha marta qaytarishga harakat qildim. Xullas o'rtoqlar, Risk serialimizning 12-qismini hoziroq ko'rmoqchi bo'lsanglar, Instagram profilim biosidagi linkdan Telegram botga o'tasiz va atiga 5000 so'm to'lov qilib, 12-qismni hoziroq ko'rishingiz mumkin. Samzan sotdingmi? Men sizlarni sotmadim. Sizlarni bu yo'ldan qaytarmoqchi edim. Nomla qatta. Uni ham ushladingmi? Domla hozir saraton bilan kurashyapti. Saraton? Ha, saraton. Domla shu uchun bu yo'lni tanlagandi. Qimorning ikkinchi nomi nafs, uchinchi nomi sabrsizlik. Tezroq boymoqchi bo'lib o'yinga kirasan. 1-2 marta yutasan va o'sha yutuq seni emas, nafsingni uyg'otadi.
Eng achinarlisi, yutqazganing pul emas, vaqt, ishonch, odamlar va hayot. Qimorda baxt yo'q, faqat kech qolgan pushaymon bor. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi G bandi bilan unga nisbatan 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Buxoro viloyatida 17 yoshli o'smir kriptatsiyalar sohasidagi qonunchilikni buzgani uchun qo'lga olindi. Toshkentda onlayn qimor o'tkazib kelgan jinoiy guruhning 30 a'zosi qo'lga olindi. Ularning 12 nafari chet Bella, ortamamni qara. Vahshiy katta kapitsen beryapti-yu. Pul topsangiz zo'r bo'lardi. Qayta rasmda olgan bor. So'rasa bersa kerak. So'rab ko'ramiz ham. Men beradimi? Bersa kerak. Ketdi. Zo'r bo'lardi. Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani.